Ma yüzünüzdeki dağ sepkünni, dağ xorekni oңuşamdiki, qanday qildiki? Maşının bir cevap bergen bolsanız. Hemisi okşaytki ve şibilenki. Ba'zilar deydikan, gullar chiroyli, yana ba'zilar deydikan, unlar chiroyli. Men deymanki, mana Chinsu Chixualiga kelgan barliq xonim qizlarimiz hammadan chiroyli. Salam, muhtaram azizlar, do'stlar, qarindoshlar, gulchiroy xonim qizlar, hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Chinsu Chixuali markasining Hayot 4-tarmoq do'konining ochilganligini yana bir qatam qizg'in tabriklayman. Bulbulni shaydo qilgan gulg'unchisi emasmi? Bu faoliyatimizga kelgan barliq mehmonlarimiz bir-biridan go'zal, o'z emasmi? Ondan bo'lsa, faoliyatimizning 2-kun tartibiga asosan ochilish marosimimizni rasmiy boshlagan bo'lsak. Benim kızım Hayrigül'ne günden günge Chixuali markasını setip peygamber taraqqi tepishini chin dilimda umid qilaman. O'sha kelgan barliq urug' tutgan do'st birodarlar hammangizga rahmat. Hoş vaqtingiz ketganingizga ko'p rahmat. Chavak bormi ya? Ta'til sanaq boshlaymiz. Tangman bilan boshlaysan unda bo'lsa 5 4 3 2 1 Qatası tiziydi. Nimaga bergan sovg'at u? Bugungi do'konimning ochilish marosimiga qatnashib kelgan barliq urug' tuqqan do'stlarimga ozroq bo'lsin ko'ngil sovg'at tayyorladim. Bunun içinde bizdeki çapalığımız, yağı, çasıpında muşunu bir qatam işletip, yüzünü bir sınaq qalxsın, eğer yaxtılsa dokunuma kilip, setib alsın deb şu məqsəd taqatdım. Rahmat. Hayrigül'deki 100 kişilik Chinsu Chixuali markasidagi 3 mahsulotni chiroyli qatqa boljonlab, qaysarlarga sovg'at belgili tayyor qilib qo'yibdi do'stlarimiz. Yana bir xil savolim bor. Chinsu Chixuali markasini ishlatyapman degan xonim qizlarimiz qo'lini ko'tarib baqinglar. O'sha degan barliq xonim qizlarimiz mana Chinsu Chixuali markasini qizg'in sevgan, shundaqla yaxshi ko'rib ishlatgan xonim qizlarimiz deb o'ylayman. Chinsu Chixualini ishlatgan qancha yil bo'ldi? 3 yil atrofida. 3 yil bo'ldimi? Ma ukimiz, ma sağlamız. Chinsu Chixuali markasini ishlatgili dal 3 yil o'tdi. Undan bo'lsa 100 yuan qimmatidagi mahsulotdan bir tal sovg'at. Undan bo'lsa Qaqalı tushunasizlar? Qaqalı do'st emasmi? Ama ulashni tashlab, o'tirib tushunma tushunganmi? Ha? Chinsu
Çinsu Çiğxuali'ga ait ben azrak bir düşenç berip ötken bolsam, Çinsu Çiğxuali markası kurulğulu 10 yıl oldu. 200 neçe xildan artıq qurğaq teri, mayliq teri, aralashma teri, har qandaq teriga, har ayol, maş mening yuzim bor, terim bor deydigan har qandaq odamning terisiga mos keladigan teri asrash buyumları var. Onundan başka akatiş, maş ranglı kirim buyumları var. Akatiş, kohun, lak, kaşkalan, işkap bütün, maş hanım kızların güzellik için işildiğen bağırlık meslatları var. Onundan başka maş her ayol, her kandak adamlarlıki maş çiçeğe mas keldiğen çasupun, hufasulları, muyilleri, hannimiz yaxşı gördü. Baha cihetten olsun, maş meslatlıki, ünümdarlık cihetten olsun, hannimizden yaktırıp işiltişige en müyesser bo'lgan birdan bir marka deb o'ylayman. 10 yil mobaynda hamda yoshlar bo'lsin, o'tir yoshlar bo'lsin, hammamiz yaxshi ko'rib, suyib ishlatyapmiz. Shunga barliq politik kelgan mehmonlarimizning o'zinglarga ehtiyojli narsalarni setib olsanglar, undan boshqa men bir katta faoliyat o'rlashtirmoqchi. Çinsu Çiğxuali 4. tarmaq dükkanı yani maşu Şayanlaya, Vişoxuayan yani maş 3. asrının udulğu joylashgan maş 4. tarmaq dükkanı maş Xayrigul xanım açtı. Aş ehtiyojli dostlarımız muş dükkanga kelib eng yaxshi mulozimati bilan sizlarni qizg'in qarshi oldi. Ondan başqa ichida bo'lsa yuz yuydigan, chash yuydigan, maş chechanligi, tozliqqa diqqat qiladigan maş teranligi maş paslanlashganda aralashma terlaymiz. Sezgür terininki terisi o'xshaydigan bütün mulozimatlarni yaxshi qilib qo'ysiz-ku, ha? Qo'yma. Telefon numarangizni bir yerda urayotgan bo'lsa 132 01 34 01 31 132 01 34 01 31 Muşu Çinsu Çiğxuali'niki meslatlarga ehtiyojli dostlarımız maş Xayrigul'la aloqalashib undar qo'yish orqali zakat tushirsanlar bo'ldi. Ondan bo'lsa oxirlashmaydigan so'ri yo'q deb keldik. Mush politimizga kelgan dostlarimiz maş Xayrigul'da eng yaqin, eng cho'ng, eng yaqin do'stim, eng yaqin tuqqundim deganlar hammasi keldinglar. Barliq dostlarimizni ishiga taklif etib olgan bo'lsak, maş do'konning ichini bir ziyorat qilib, o'zinglarga ehtiyojli narsalarni setib olsanglar bo'ldi. Bundan keyin maş Xayrigul'ni qo'llab quvvatlashinglarni için qalbimdan umid qilaman. Bugungi to'kunimning ochilish marosimiga Iroq yaqinidan qatnashib kelgan urug' tuqqan do'stlarim, ojiz singlimlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Kelgan qadiminglarga marhaba, rahmat sizlarga. O'sa barliq mehmonlarimizni ichiklatib o'tamiz.